O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sa'y harakatlari bilan mamlakatimiz giyohvandlikka chek qo'yish borasida milliy va mintaqaviy loyihalarni doimiy ravishda amalga oshirib kelgan. Endilikda bu tashabbuslar davlatimiz tomonidan xalqaro miqyosda ham ilgari surilmoqda. Samarqand shahrida bo'lib o'tayotgan jamoat salomatligi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida transmilliy narko tahdidlarga qarshi kurashish mavzusidagi global forum ham ushbu tashabbuslarning uzviy davomidir. Ko'hna va boqiy Samarqand Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Interpol, Yevropa Ittifoqi, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Jahon bojxona tashkiloti kabi 20 dan ortiq nufuzli xalqaro tashkilot vakillarini qabul qilmoqda. Bundan tashqari, global forumda qatnashish uchun chegaradosh qo'shnilarimiz Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Afg'oniston, muhim strategik hamkorlar hisoblangan Xitoy, Koreya kabi Osiyo mamlakatlari, Belarus, Gruziya, Ozarbayjon, Turkiya, Italiya, Fransiya, Germaniya, Finlyandiya, Avstriya kabi Yevropa mamlakatlarining 50 dan ortiq ichki ishlar vazirliklari va politsiya tashkilotlari vakillarining yurtimizga tashrifi forum samaradorligini yanada oshirib, xalqaro hamkorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Giyohvandlikka qarshi kurashishdagi ilmiy va texnologik yangiliklar namoyishi, erishilayotgan natijalar va mavjud muammolarni hal etish yo'nalishidagi yakdil kelishuvlar, uzviy hamkorlikni ta'minlashda o'ziga xos o'rin tutuvchi bitimlar Samarqand forumining xalqaro ahamiyatini namoyon etmoqda. Global forum doirasida xavfsizlik choralari ham yuqori darajada tashkil etildi. Zamonaviy texnik vositalar va raqamli nazorat tizimlari orqali vaziyat doimiy monitoring qilib borilmoqda. Mintaqamizda birinchi marotaba tashkil etilayotgan global forumga tayyorgarlik ham puxta amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi narkotik va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligi boshchiligida mazkur tadbirga tayyorgarlik ko'rish uchun barcha huquqni muhofaza qilish organlari, Sog'liqni saqlash vazirligi, mahalla va yoshlar ishlariga mas'ul idoralar tarkibida ishchi guruhlar tuzilib, har birining aniq vazifalari belgilab berildi. Forumga tayyorgarlik jarayonida mamlakatimizda mavjud bo'lgan ilg'or ishlanmalar, ko'p yillik narkotiklarga qarshi kurashish faoliyati davomida orttirilgan ijobiy tajribalar, xalqaro ijobiy amaliyot bir joyga to'planib, video lavhalar, ko'rgazmali stendlar va pavilyonlar shaklida namoyish etilmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, mamlakatimizda ishlab chiqarilgan maxsus transport vositalari, ilg'or texnologiyalar, narko jinoyatlarga qarshi kurashish jarayonida qo'llaniladigan maxsus ishlanmalar va mutaxassislar jalb etilib, o'zlarining tajribasi bilan o'rtoqlashmoqdalar. Forum doirasida ko'plab ikki va ko'p tomonlama uchrashuvlar ham belgilangan. Xalqaro hamkorlar bilan o'tkazilayotgan uchrashuvlarda hamkorlikdagi tezkor qidiruv tadbirlarini izchil davom ettirish, o'zaro axborot hamda tajriba almashish borasida istiqbolli kelishuvlarga erishilishi kutilmoqda. Aytish joizki, forumda ishtirok etayotgan 500 ga yaqin ekspertlar tomonidan mamlakatimizda shaxsan davlat rahbari boshchiligida giyohvandlik illatiga qarshi kurashish yangi bosqichda olib borilayotgani, ayniqsa yoshlarni bu balodan muhofaza qilishda ilgari surilayotgan keng ko'lamli loyihalar e'tirof etilmoqda. Oldimizda forum doirasida tashkil etilgan panel sessiyalarda tor sohadagi mutaxassislar ishtirokida muhokamalar kutmoqda. Mazkur panel sessiyalar yoshlar va aholini zaif guruhlarini himoya qilishda ta'lim muassasalari, jamoalar va oilaning roli, sog'liqni saqlash, davolanish va reabilitatsiya, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish, giyohvand moddalarni nazorat qilish siyosatida ilm-fan, ma'lumotlar va innovatsiyalar, shuningdek, xalqaro hamkorlik masalalariga bag'ishlangan bo'lib, mutaxassislarning qizg'in muzokaralari va takliflar kutilmoqda. Umuman olganda, davlatimiz rahbarining aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narko jinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari ijrosi doirasida tashkil etilgan mazkur jamoat salomatligi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida transmilliy narko jinoyatlarga qarshi kurashish mavzusidagi global forum O'zbekistonning bu yo'nalishdagi qat'iy va o'zgarmas pozitsiyasini namoyon etib, yana bir bor butun dunyo mamlakatlarini giyohvandlikka qarshi faol kurash olib borishga chorlamoqda. $1,5 mingdan ortiq narkotika ruju qo'yganlar rasman
ro'yxatga olindi. Eng achinarli soyada bo'lgan giyohvandlar soni bundan ham ko'p. Ularning aksariyati yoshlar. Hozir молодежь mefedronda o'tiribmiz. Har qadamda zakladkalar. Qilganingizdan keyin birinchi his qiladigan hissiyotingiz sizni problemalaringiz bor edi. Endi hech qanaqa problemangiz yo'q. Absolut. Faqat siz bitta o'zingizsiz, siz hammadan zo'rsiz. Shu hissiyotlar shunchalik to'lqin bilan keladiki, shundoq ko'zingizga ko'r qiladi. Zakladkalar ko'payib ketyapti. Qiziqyapman u zakladka qatdan kelyapti. Telegramdan kelyapti. Bu moddada sizga вообще farqi. Ho'ch odam o'ldirib qo'ying, ho'ch o'g'irlik qilasizmi, ho'ch siz oldingizda kimnidir o'ldirib qo'yishadi, sizga вообще farqi yo'q. O'rganib qolsa, sirishkim oldiradi. Ovqat yedirmaydi, suv ichirmaydi. Odam o'zini tiymasa, u ketaveradi, dash ketaveradi. Oxiri yo'q u narsani. O'limda buni oxiri aytolmayman. Butun jamiyatimiz bilan mana shu bo'yicha kurash qilishimiz kerak. Xalqimiz ham bilish kerakki, bu hammamizning burchimiz.